Katli va Rechinimani taqdim etadi. Rejissyor Kristina Kaminchini. Fred Buscaglione, hech kimni ayoli. Senga rangi yoqdimi? Bo'ladi. Kechirasiz. Bir narsa deyish qiyin. Haddan Yomon ziyod emas. yorqinmasmi? Buyuk muhabbat oldida o'zing yolg'iz qolding. Hech kimni ayoli. Sen juda ko'p narsa istading. Salom, Francesco. Salom, Maria. Orzularing bilan yolg'iz qolding. Haqiqatni mensimasding. Disprezzi la realtà, ma cerchi il sole nell'oscurità. Ammo zulmatdan yorug'lik izlayapsan. Yoshligingdayoq baxtdan voz kechgansan. Hech kimni ayoli. Ha, shu yerdaman. Hozir. O'tmish uchun yig'laysan. Lekin u qaytib kelmaydi. Sen hech kimni ayolisan. Men shu yerdaman. Sola coi tuoi sogni, disprezzi la realtà, ma cerchi il sole nell'oscurità. La felicità ti sei negata in gioventù, donna di nessuno. Piangi sul passato che non tornerà mai più, donna di nessuno sei tu. Men haqimda nima deb o'ylashingni bilaman, lekin aqldan ozmaganman. Qarang, Matya nima qilyapti? Men ishlayapman, bolalarni boqaman. Bir daqiqa to'xta. Biroz jim turinglar, iltimos. Tinchlaning, uxlanglar. Bolalarni boqaman, chunki ularning otasidan umuman foyda yo'q. O'zing ham uni yaxshi bilasan-ku. Qolgan vaqtda nima ham qilardim? Shanba oqshomida biror joyga chiqaman, ba'zida. Buni nimasi yo'q? Ha, doim shunaqa deysan, keyin yana boshlanadi. Mayli bo'pti, yig'ishtira qol. Yarim soatdan beri gap sotyapmiz. Yo'q, to'xta. Men haqimda nima deb o'ylayotganingni ayt. Axir eng yaqin dugonangman-ku. Men haqiqatni eshitmoqchiman. Haqiqatni eshitasanmi? Faqat doimgidek xafa bo'lish yo'q. Yo'q. Xafa bo'lmayman. Gapiraver. Shunchaki tez-tez munosabatlarga kirishasan demoqchi edim. Ha, buni nimasi yomon? Xayrli kun azizim, uxla. Baxtimizga hammamiz har xilmiz. Bu bilan nima demoqchisan? Ha, shunchaki aytdim-da. Bo'pti, bo'ldi qila qol. Qulog'im qizib ketdi. Yo'q, to'xta, tushuntirib berchi. Shunchaki odamlar har xil bo'lishadi. Ba'zi odamlar buni qilishni yoqtirishadi, ba'zilar esa yo'q. Kimdir sarg'ish bo'lib tug'iladi, kimdir qora mag'iz, hissi, simsaygan, sovuqqon. Demak, men hissi, simsaygan, sovuqqonman. Boshqasi esa nozik, quvnoq, ijobiy, hissiyotli tug'iladilar. Boshqa tarafdan sen og'ir sharoitdagi oilada katta bo'lgansan. Seni tushunsa bo'ladi. Mariya, menga erkaklar juda yoqadi. Buni bilasan. Men ham munosabatlar o'rnatishni istayman, lekin talablarim ham bor. Duch kelgan inson bilan aloqaga kirisha olmayman. Demak, seningcha men duch kelgan odam bilan aloqaga kirishamanmi? Istasang senga haqiqatni aytaman. Sen biroz yengil tabiatsan. Sen meni fohisha deding. Hammasini eshitdim. Men yengil tabiat dedim. Yengil tabiat. Menga qara, Luchiya, buni nimasi yomon? Agar erkak menga yoqsa, u bilan aloqa qilaman, tamom. Men hissiyotlar ortidan quvib yurmayman. Oha, sen tana tilini afzalroq ko'rasan. Albatta, chunki ishonchli va tushunarliroq. Salom, azizam. Menga qara, Mariya. Hazillashyapsanmi? Men seni qutqarib qolgan holatlarni eslaysanmi? Esingdami? Luchiya, tezroq bu yoqqa kel. U meni o'ldirib qo'yadi. Ana u. Ey xudoyim. U qurollanganmi? Pistoleti bormi? Lom, militsiyaga qo'ng'iroq qildingmi? Yo'q, uyalaman. Bundan tashqari ular juda ko'p savol berishadi. Ularga nima bilan shug'ullanganimni aytib bersa-chi. U bilan nima qildinglar o'zi? Yo'q, Luchiya, kerak emas. Keyin u dalolatnomada qoladi. Keyin ularga uni o'zim uyga kirgizganimni qanday tushuntiraman? Qanday qilib uni bahaybatligini payqamaganimni, u xuddi shkafdek hamma joyi tatuirovkalanganligini. Doim shunaqalarni topib yurasan.
Berkimacha o'ynash yoqyaptimi, kapalagim? Yo'q, kecha klubda juda qorong'i ekan. Xo'sh. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yana kim bo'ldi? Qani bir boshdan gapiring. Kim boshladi? U 3gacha sanayman. boshladi. Yolg'on. Kecha kechqurun barda pivo ichib o'tirgan edim. Hech kimga tegmayotgandim. Bir payt kelib, u meni sochimdan ushlab tilini og'zimga tiqib qo'ydi. Yolg'on. Biz hatto hali tanishmagandik ham. U hech qachon tanishmaydi. Uning ismi Mariya va uning 2ta farzandi bor. U menga buni aytmagandi. Isming nima edi? Jani, Meni eshit. Jani. Jani bilasanmi? Mariyaga erkak kerak. Mas'uliyatli, bilimli, kuchli va yana juda ham muloyim. men ham muloyimman. Bu sezilib turibdi. Quloq sol Jani. seziladi. Hamma ayollar singari Mariyaga ham bo'g'ib qo'yadigan emas, himoya qiladigan. Uyalmasdan bayramlarda ota-onasini oldiga olib boradigan, uni bolalari bilan o'ynaydigan, lekin ularni haqiqiy otalari bilan murosa qiladigan, raqs bo'yicha tanlovlarni maroq bilan tomosha qila oladigan, umuman olganda oddiygina erkak kerak. Xo'sh, tana tili qalay ekan? Ishonchliroqmi? Tushunarliroqmi? Keyin u tongda keladi. Tanishish kerak, gaplashib o'tirish kerak. Hammasi yana qiyinlashadi. Men yotgan holatda bo'lishni afzalroq ko'raman. Mariya, lekin biz doim xuddi shunday qilamiz. Bilaman, Luchiya, lekin tana tili juda muhim. Ko'p narsani tushunishga yordam beradi. Bilasanmi, nega Serjoga turmushga chiqishga rozi bo'lganman? Meni krem bilan erkalagani uchun. U buni kosmetologdan ham yaxshi bajaradi. Butun tanam titrab ketardi. Xo'sh, bundan o'zingga qanday xulosa chiqarding? U menga g'amxo'rlik qilishini tushundim. Hazillashyapsanmi? Yo'q, boshida juda g'amxo'r edi. Esingdami? Bolalar bilan ham muloyim edi. Ular bilan ko'p shug'ullanardi. Ammo keyin ularni enagasi bilan shug'ullana boshlagan. Badan uchun kremingni yo'qolganini sezmaganmiding? Tana tili noaniqliklarga boy til, Mariya. Odamlar bilan u foyda bermaydi. Tyulenlarda zo'r foyda beradi. Meni tushunding deb o'ylayman. Qachon qaytasan? Juda sog'indim. Shanba kuni, lekin konsertim bor. Birga tushlik qilamiz-ku, to'g'rimi? Albatta, odatdagidek. Xayrli tun. Xayrli tun. tornerà mai più donna di nessuno. Sei Hech kimni ayoli sensan. Hech kimni ayoli sensan. Sensan. Ertaga nima kiymoqchisan? Elegantliroq kiyinish kerak. Bu tug'ilgan kunga bag'ishlangan bazm-ku. Lekin mos keladigan biror narsa tanlash kerak. Xuddi oxirgi daqiqalarda egniga biror nima ilib olgandek. Qanaqasiga? Casual usulida qoramtir biror narsa. Bu yosh ko'rsatadi, badanga yopishib tursin, lekin juda ochiq emas. Ustidan keng futbolka berkitish uchun, lekin ko'p emas, biron joyini ochsa ham bo'ladi. Eskiroq etkcha, yaltiroqsiz, paypoq. Qizlarjon, ko'p bo'yamang. Bu qari ko'rsatadi. Sochlarni ham ixchamroq biror narsa qilish kerak. Madalena sport zaldan chiqib boradi. Annani ham o'zi bilan oladi va o'sha yerda ko'rishamiz. Kelinglar, faqat kirishda ko'rishaylik. Bo'lmasam bir o'zim kirishga uyalaman. Qayerga otlandinglar? Senzinikiga, bazmga borasanmi? Kel, mirqib o'tiramiz. Ertaga Luchiya kelyapti. Kimlar boryapti? Valentina va Silvia aniq kelishadi. Francheska ham kelar, agar enagasi ketib qolmasa. Senchi, Teresa, sen olib ketaymi? Men ertaga vaqtim yo'q. Jozeppe bilan kechlik qilaman. U Barlettadan kelgan jiyanim. Shunaqa. Yaxshi dam olinglar. Ertaga Oyjoning qaytib seni tartibga soladi. Flavia, nega erkakmassan, a? Menga faqat shu yetmay turgan edi. Luchiya, bugun repetitsiyada ajoyib chiqish qilding. Meni hayajonim hali ham o'tib ketmadi. Nima, issig'ing bormi? Yo'q. Aytgancha hammamiz kechki ovqatga bormoqchi edik. Biz bilan borasanmi? Yo'q, rahmat, charchadim. Bu befoyda. Uning sobiq eri kimligini bilasanmi? Yo'q. Umi? U saksofonda mo'jizakor chalardi. Har bir notani uzilmasdan ixrashga, yig'lashga majbur qilardi. Yorug'lik, uchqunlar, chaqmoq. Chindan ham u zalga kirganda atmosfera o'zgarardi. Ayollar o'zlarini yo'qotishardi.
Onchalarda, lichiyi kuylarda ular tanho edilar. Keyin ular ayrilishdi. Qancha vaqtdan beri biz sen bilan yolg'izmiz. Shunchaki sen gapiraverasan, ammo oxirida xayrli kun, yana oldingi holatga qaytamiz. Unchalik emas. Lekin bir xillarda o'zimdan dam olgim keladi, xuddi senga o'xshab. Erkaklarga bo'ynidan pastiga qarab, har gal ism familiyasini so'ramasdan birga bo'laman. Sen nega har gal ko'rishganingda erkakdan ismini so'raysan? Mariya, agar bilsang, odatda birinchi tanishiladi. Salom, men Mariyaman. Salom, men falonchiman. Xayrli kun xonimlar. Salom, Karlo. Nima buyurasizlar? Men kun menyusini tanlayman. Biron mazaliroq narsangiz bormi? Bizda hushingdan ayiradigan qovoqli pirog bor. Unda hushimdan ayrilishimga yordam ber. Xo'p, bo'ladi. Hozir. Nima? Yana shunday qilding. Yo'q. Sen hozirgina yana shu ishni qilding. Nima qildim? Bu qarash, men senikiman, miau. Men faqat muloyimlik bilan javob qaytardim. Muloyimlik, bu mamnuniyat bilan tatib ko'raman. Rahmat, hushimni yo'qotishga yordamlash emas. Ontichaman, men bunaqa ishlarni boshqa qilmayapman. U o'tmishda qoldi. Hozir e'tiborliroqman. Men hatto bir hafta erkak kishiga teginmasligim mumkin. Sen xuddi bir qadah viskiga aytgandek gapiryapsan. Kechki payt nima qilmoqchisan? Hech narsa, bolalar otasi bilan qolishadi. Aha, bir bolani boshlash uchun eng ideal kecha. Yo'q, tinchgina uyda o'tirib televizor ko'raman. Biron bir yaxshi kino topaman. Xotirjamgina divanda dam olaman. Yaxshi. Xotirjamgina. Ertaga tongda esa mukofot tariqasida birga kapuchino ichamiz, xo'pmi? Xayr. Yaxshi. Xayr. Qayerga olib ketyapsan? Yotoqxonaga. Ey xudo, mayli qayerga boshlashingni endi menga farqi yo'q. Yotoqqa olib bora qol. Ishona olmayman. Nahotki bu haqiqat bo'lsa, men o'lik bo'lgan ekanman. Men ham. Men ham. To'xta, Joni nima bo'ladi? Axir undan jahling chiqqandi-ku. Hissiyotlaringga erk ber. Mendan foydalanib, undan o'chingni ol. Meni butunligimcha o'zingniki qil. Hech narsa qoldirma. Roziman. To'y kuni Men boshqa chidolmayman. Nasib qilmaydi. Kim u? Ey xudo, u qani? Kim u? Jin ursin. Kech bo'lib ketibdi. Ey xudoyim, yordam. Bu aniq Luchiya. Ey xudoyim. Xudoyim. Ha, qayerda eding? Salom. Salom. Yaxshimisan? Yaxshi. Kechki payt nima qilding? Hech narsa.
Atrofingga qara. Nega saramjomgina o'tirmaysan? O'pib qo'y. Bunaqa qilmagin. Shunday paytlarda oyingga o'xshab ketasan. Bilasan-ku, bolalar yo'g'ida men ham hech narsa qilmayman. Umuman hech narsa. Tushundim. Shunaqa? Yonib ketishiga sal qolibdi. Ish kiyimsiz ketibdi. Qasam ichaman, senga aytmoqchi edim. Nimani? Aql bovar qilmas ish bo'ldi. Menimcha men uni topdim. Kimni? Benuqson erkakni. Xo'sh, bu qachon yuz berdi? Kecha kechqurun. Ajoyib. Bir-biringizni anchadan beri tanishingizdan xursandman. U juda chiroyli. Qoyil. Chiroyi bilan hammasi joyida. Davom etamiz. Kasbi, xarakteri, oilalimi, ajrashganmi? Uni birinchi marta uchratdim. Ha, tushunarli. Biz klubda tanishdik. Bittadayoq bu malakali erkak ekanini tushundim. Yetilgan, lekin yosh, ziyrak, ammo iltifotli va qo'llari juda chiroyli. Menimcha shifokor bo'lsa kerak. Shifokor? Ha, men buni inson tanasini juda yaxshi bilishidan tushundim. Menga har teginganini his qilib turdim. Uni qo'llari hamma joyida edi. Tafsilotlar shart emas. Yana uchrashadigan bo'ldingizmi? Yo'q. Sen qo'ng'iroqni bosganingda uni ketib bo'lganini payqadim. Hech bo'lmasa ismini bilasanmi? Mariya. Ismi. Men bunaqa narsalarni so'ra olmayman, qo'limdan kelmaydi. Bunaqa narsalar? Quloq sol, Mariya. Yaxshi tushundim. Meni hamma gaplarimni mazax qilyapsan. O'zimni axlat kabi his qilishga majbur qilyapsan. Nima qilyapsan? Qayerga ketyapsan? Kruassanni olgan barga. To'xtab tur, birga boramiz. Yo'q, sen ko'rmaslik uchun menga bir necha daqiqa kerak. O'zimga bo'lgan ishonchimni tiklab olishim kerak. Menga biroz vaqt kerak. Ungacha qahva ham qaynaydi. Kechir. Hech qisi yo'q. Qayerdan paydo bo'lding? Men yumshoq o'yinchoqlar va robotlar orasida uyg'ondim. Boshqa xonaga chiqqandim. Yotoq bo'sh ekan. Mana ular qayerda ekan? Kechirasan. Salom. Xayrli tonging bilan. Yo'q, yo'q, tegma. Luka. Lucia. Ha, hatto o'zimizni tanishtirmabmiz ham. Yo'q, albatta yo'q. Nimalar bo'ldi o'zi? Aynan, nimalar bo'ldi? Qancha ichdima. Sen faqat yomon xayollarga borma. Odatda bunday ish qilmayman. Kim bilsin endi men haqimda nima deb o'ylayapsan? Mutlaqo hech narsa. Seni birinchi marotaba ko'rib turishim. Bilasanmi, sen haqsan. Menimcha men ham seni birinchi marotaba ko'rib turibman. Sen ham kecha yaxshigina ichgansan shekilli, a? Men? Senga ochig'ini aytsam bo'ladimi? Ha. Men hech narsani eslolmayman. Hech narsani. Ya'ni raqsga tushayotgandim. Birga raqsga tushayotgandik va shu payt sen qo'lingni mana bu yerga qo'yding. Yo'q, 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 yo'q. To'xta, bu O'zing anglashilmovchilik. oqlashing shart emas. Sen mendan kattasan. Ko'p narsani bilasan. Minnatdorman. Yo'q, to'xta, bas qil. Shu yerda tur. Aqlli bola bo'l. Qahva tayyorladingmi? Qanchalar yaxshi. Ha, qahva.
Kecha sen bilan nimalar qildik-a? Baxtga qarshi sen hech narsa eslolmaysan. Yuzingni eslab qolmagandirman, lekin qolganini men tugatishim bilan sen boshlarding. Shunaqami? Ey xudo. Kecha kechqurun qancha ichdim o'zi? Umuman hech narsani eslolmayapman. Aytib ber, iltimos. Nimalarga qodirligimni tushunmoqchiman. O'ylashimcha, bu yerga kelayotganimizda mashinangda uxlab qoldim. Chunki zinadan ko'tarilganimni eslolmayapman. Men ham eslolmayapman. Biz buni necha marta qildik? Sen juda qaynoq va erkin eding. Yelkamni qorinni silab kuylading. Hoy, tafsilotlar shart emas. Kuyladim? Kuyladimmi? Ha, qorong'i edi. Qo'llaringni butun tanamda his qildim. Sarxush ovozda kuylading. O'rmonda qahva rangidagi qo'zi qorin o'sadi. Kichkinagina qo'zi qorin, lekin 3 kishiga yetadi. Juda ta'sirli va ma'noli qo'shiq. Bugun boshqacha bo'lib qo'ygansan. Jiddiyroq, shunaqami? Ha, kontrast yomon emas. Kechasi qaynoq, kunduzi sovuqqon. Endi meni kechirasan, ko'p o'tmay bolalarim qaytishadi. Hozir qulay payt emas. Sen kiyinib, keyin esa ketishing kerak. Bolalar? Nima, seningcha yumshoq o'yinchoqlar va robotlarni kolleksiya qilamanmi? Lekin sen o'zing haqida bir narsa aytding. Shunaqami? Buni unutganing yaxshiroq. Bora qol, bor. Kimligimni unutishimga yordam ber. Men boshqa ayol ekanimni his qildir. Oh, Luka, bu meni dugonam Mariya. Bu Luka, bilasanmi, men kecha kechqurun uchratgan jiddiy va ishonchli erkak. U kattaroq deb o'ylagandim. Yo'q, aksincha, u oila qurish uchun juda munosib tanlov. Bilasanmi, u ham kechagi tunni umuman eslolmayapti. U qachon boshlab, men qachon tugatganimni eslolmayapti. Sen? Ha, men. Juda xursandman, Mariya. tanishgandan xursandman, senyora. U faqat tana bilan bog'liq tafsilotlarimni eslayapti xolos va yana qahva rangidagi qo'zi qorin qo'shig'ini. Ey xudo, xudoyim, bu qo'shiqni buvim aytib bergandi. Buvingni qo'shig'ini ajoyib taqdiri bor endi. Sen nega tungi kiyimdasan? Yo'q. Yo'q. Bu tungi kiyim emas, ko'ylak. Men Bilasanmi, u qo'shiqchi, san'atkor, g'aroyib xalq. Ha, Luka ketmoqchi bo'lib turgan edi. Qo'shiqchi ekaning ajoyib. Ha, to'g'ri. U jaz qo'shiqchisi. Uni taniysanmi? Yo'q, jaz bilan tanish emasman. U mashhurmi? Tanishim shartmi? Yo'q. Ha. Yo'q. Bu Yo'q. mutaxassislar uchun. Unga ertalab uyg'onib, seni topolmaganimni va ketib qolgansan deb o'ylaganimni aytgan edim. U bo'lsa bolalar xonasida uxlab qolibdi. Tasavvur qilyapsanmi? Nega bolalar xonasida uxlading? Chunki uni joy o'sha yerda. Yo'q, chunki seni dugonang xurrak yotarkan. Xurrak yotadigan ayollar yoqmaydi demoqchi emasman. Qo'ysangchi. Ishonchim komilki, sen kecha birga uxlagan ayol xuddi to'ng'izdek xurrak otadi. Unga dugonalari aytishgan, menga 1000 marotaba aytishgan. Lekin tan olgim kelmasdi. Endi esa ketishing kerak. Kruasan xohlaysanmi? Rahmat. Ochimdan o'lay deyapman. Mana ol. Salfetchka. Ular yangi pishgan. Juda ajoyib ekansizlar. Ikkita latofatli, yetilgan ayollar. Yetilgan deyishni bas qil. Ushla, buni ushlab tur. Quloq sol, ketishing kerak. Bo'la qol. Qurasanimni yeb olay? Yo'q, chunki hozir bolalarim qaytishadi. Aks holda ular bilan robot o'ynashimga to'g'ri keladi. Aslida bolalar kechki payt qaytishadi. Bolalar kimniki o'zi? Bolalarim qachon qaytishini men yaxshiroq bilsam kerak-a? Ha. Ey xudo. Kecha kechqurun ko'zlarim qayerga qaradi ekan-a? Seni bu yerga uyimga olib kelishga qayerdan kuch topgan ekanman-a? Oyog'ingning razmeri nechi? 7,5. Oyim razmerimga mosini topib beradi.
Ha, tushunarli. Tushundingmi? Unga oyisi tanlab beradi. Bo'la qol, tezroq ket, narsalaringni ham ol. Meni Bo'la shunday qol. haydab yuborasanmi? Oramizda bo'lgan tushuncha ishdan keyin Quvonchim o'zimni. Ishon, o'rtamizda mutlaqo hech narsa bo'lmadi. yana ko'rishamiz, to'g'rimi? Yo'q, keta qol. Ko'rishamsa? Yaxshi, xayr. Bo'pti. Yana ko'rishamizmi? Keta qol. Bor. Mariya. Bu gal rostdan ham haddingdan oshibsan. U deyarli o'g'ling tengligini tushunmayapsanmi? Deyarli. Sen nega bu tomoshani uyushtirding? Chunki u meni sen bilan adashtirdi. Undan qutulishingga yordam berdim. Kattakon rahmat. Minnatdorman. Rahmat. Luka. Oyi, Luka. nima bo'ldi? Oyi, shug'ullanyapman. Yaxshi, unda senga xalaqit bermayman. Kuning yaxshi o'tdimi? Hammasi yaxshi. Uyda ovqatlanasanmi yoki ketasanmi? Ketaman. Matilda bilanmi? Yo'q, Nima urushib qoldinglarmi? yo'q. Unda kim bilan ketasan? Bir o'zim, oyi. Hammasi joyidami? Matildaning ishlari yaxshimi? Oyi. Yaxshi, sen haqsan. Bu seni ishing. Qaytganingda eshikni qulflab qo'y va qolib ketma. Chunki imtihonlaringdan xavotir olyapman. Yordamim kerak emasligiga ishonching komil. Oyi. Yaxshi. Salom. Ey xudo, bu yerda nima qilyapsan? Shunchaki Luchiyani ko'rmoqchi edim. Luchiyani? Luchiya yo'q, Luchiyani ko'rishing mumkin emas, chunki hozir bolalari qaytishadi. Yanami? O'zing bu yerda nima qilyapsan? Nima qilyapsan deganing nimasi? Mehmonga Men ketyapman. ham boraman. Yo'q, qanaqasiga sen ham borasan? Menimcha sen meni yaxshi tushunmading. O'sha kechada Luchiya xato qildi. Sen bu haqda unutishing kerak. Yo'q, o'sha tunda o'rtamizda bo'lganlarni hech qachon unuta olmayman. Rahmat. Lekin hayotda eng muhim narsa jinsiy aloqa emas. Undan ham muhimroq narsalar bor. Masalan, bilasanmi hozir eng muhimi nima? Sen tezroq ketishing kerak. Quloq sol, bu haqda unut. Men uni ko'rishim kerak. O'sha tunda o'rtamizda bo'lgan ishlardan so'ng tongda u menga juda sovuq qaradi. Biroz kekkaygan ekan. Unga aytib bermaysan-ku, to'g'rimi? Yo'q, chunki u rostdan ham biroz kekkaygan. Ha. Shunchaki u haqda ko'proq bilmoqchiman. U haqida? U haqda? Qachondan beri tanishdinglar? Litsey paytidan beri biz Luchiya bilan opa-singildekmiz. Xo'sh, u qanaqa? Bu ayol sen uchratgan ayollardan butunlay farq qiladi. Batamom qarama-qarshi desak ham bo'ladi. Ya'ni? Hissiyotlari umuman yopiq. U xuddi muz bo'lagiga o'xshaydi. U qattiqqo'l va sovuqqon. Sovuqqon? Ha, sovuqqon. Jinsiy aloqa uni umuman qiziqtirmaydi. Ishonish qiyin. O'sha kecha qancha ichganini tasavvur qil. Odatda har bitta uchrashgan erkagini so'roqqa tutadi. Nima? Ha, ulardan ism familiyasini, manzilini, pasport raqamini, enini, hammasini so'raydi. Hamma qochib ketadi. Ajrashgandan so'ng erkaklar mavzusiga nuqta qo'ygan. Ahmoqlik. Ha, O'sha kuni men bilan qilganlarini eslasam, bir zumda ko'z oldimda butun yalang'och bo'lib oldi. U hamma yerimga tegindi. tafsilotlar shart emas, rahmat. Kechir, haqsan, bu senga nisbatan Bu nohaqlik. nohaqlik. Meni kekkaygan sevgan qizim doim menga zerkarli odamsan derdi. Qara ayollarga qanday ta'sir o'tkaza olaman. Quloq sol, Luka. Maslahat bersam bo'ladimi? Luchiya bu sen o'sha kechaga uchratgan ayol emas. Unut uni. Aks holda juda pushaymon bo'lasan. Juda qattiq. Nega sevgan qizing tashlab ketdi? Chunki u nima xohlashini aniq biladi. Men esa yo'q. Qanaqasiga? Men ayollarga nisbatan o'z nazariyam bor. Nazariya? Axir juda yoshsan-ku. Ayollar yoshliklarida nima xohlashlarini bilishadi. Masalan, Matilda bog'cha davrdan shifokor bo'lishni xohlagan, palatalarda stetoskop bilan yuradigan. 20 yildan so'ng u xuddi onam kabi bo'ladi. Otam kutgandek bo'lmagani uchun uni uydan haydab yuborgan. Va men shunday xulosaga keldim.
Ayollar hayotlarini birinchi yarmini rejalar tuzishga sarflashadi. Ikkinchi yarmini esa ularni barbod qilishga. Ey xudoyim, axir bu hayotimni qisqacha mazmuni-ku. Yoshing nechida deganding? 19. Atigi 19 mi? Madonna bu ketishda qamalib ketishing aniq. Deyarli 20. Luka, o'sha tunda bo'lgan ish uchun o'zingni aybdordek his qilyapsanmi? Yo'q. Shunchaki sen faqat o'sha tun haqida gapiryapsan, balki senga yordam kerakdir. Psixolog yoki tomchi dorilar. Bu haqida oyingga aytib bermaysan-ku, to'g'rimi? Men oyimga bunday narsa haqida unga gapirib bo'lar ekanman. Iltimos qilaman, bu haqida hech kimga gapirma. Quloq sol, sevgan qizing seni tashlab ketgani uchun sen yetilgan ayolga bog'lanib qolding. Lekin endi bu haqida unutib, sevgan qizing bilan yarashib olishing kerak. U boshqasini topib olgan. Boshqasini? Senda yaxshi imkon bo'ldi. Hayratlanarli, hissiyotli, maftunkor ayol bilan malaka oshirding. Bu senga sevgan qizing bilan munosabatlaringda o'zingga bo'lgan ishonchni oshirishga yordam beradi. Boshqasini topgan dedim-u. Buni tushundim, lekin uni har daqiqa qaytarishing mumkin. Luchiyani esa unutishing kerak. Lekin nimaga? Chunki u bir kechagina hushini yo'qotdi. Bilasanmi, aslida unga nima kerak? Yo'q. Unga nima kerakligini men aytaman. Men tekshirdim. U voyaga yetgan. Kim? Luka, ana u bola. Sen uni ko'rdingmi? Uni uyim oldida ko'rdim. Seni ko'rgani kepti. Ah, Sen u bilan qilgan ishingdan keyin ajablanmasa ham bo'ladi. Mariya, u bilan nimalar qilganingni bilsam bo'ladimi? Nimalar qilganimni eslay olmayman. Bir nimalar qildim shekilli. Bilasanmi, Luchiya, biz hayotimizni birinchi yarmini reja tuzishga sarflaymiz. Ikkinchi yarmini esa uni barbod qilishga. Nima? Buni o'sha yigit aytdi. Luka. Axir senga aytgandim-ku, u menga kattaroq ko'ringandi. Baribir ham bu yerda shifokor aralashuvi bor. Shifokor? Uni tashlab ketgan sevgan qizi bo'yniga stetoskop ilib yurishni orzu qilar ekan. Ha, mayli. Xavotir olma, u boshqa qaytib kelmaydi. Nimaga? Chunki men doim sen qiladigan ishingni qildim. Men unga seni qat'iyatli, muloyim, chiroyli, nozik didli, kuchli, bayramlarga ota-onasiga tanishtirishga uyalmaydigan erkak qidiryapti, dedim. Kechirasiz. Va men maktabdagi teatrlashtirilgan tomoshalarga yetib kelganimda, u velosipedga o'tirdi-da, g'oyib bo'ldi. 19 yosh Luchiya. Tasavvur qilyapsanmi? 19 yoshi. Qamalib ketishing mumkin edi. Sen qamalib ketishing mumkin edi. Tushunyapsanmi? Men? Ha, sen. Har kecha yotadigan ko'zlarimni yumganimda ko'z oldimda seni yalang'och holatda ko'ryapman. G'irjin ekansan-u. Quloq sol. Bu xato kekkagan edi. jahldor ko'rinishing ortida nima yashiringanini bilaman. Kekkagan? Ha, bir menga Mariya aytdi, "Yo'l, senikiga chiqamiz." Mendan qo'lingni tort. O'sha tunda men ham senga yoqdim. Buni bilasan. Yo'q, ishon, bilmayman. O'sha tunni unutishing kerak, chunki hech narsa bo'lmagan. Biz ko'chani o'rtasidamiz va sen hali yosh bolasan. Necha sen unaqa emassan. Jildirsin, Sen faqat ket, tashqaridan shunaqa ket. qat'iyatli ko'rinasan. Lekin bu aldamchi, men Ket bilaman. dedim. Men uxlay olmayapman, o'qishga bora olmayapman. Bas. O'sha tunda o'rtamizda bo'lganlarni hech ham unuta olmayapman. Baqirishni bas qil. Biz buni 4 marotaba qildik, 1,5 soat ichida. Necha marotaba? Ketdik. Boshidan boshlaymiz. Isming, familiyang va kasbing. Nimasi kulguli? O'rtamizda bo'lgan ishdan so'ng mendan ism familiyamni so'rayapsanmi? O'rtamizda hech narsa bo'lmadi. Ism, familiyangni ayt. Luka Marini, litseyning oxirgi kursi. Oilang, Ajrashgan onamning yagona farzandiman. otangchi. Otam men kichkanligimda ketib qolgan. U shifokor, lekin u bilan ko'rishmaymiz. Shifokor? Ha, nima bo'pti? Ha, yo'q, hech narsa. Uni yoshi nechida? 50 da. Ana ko'rdingmi, nimaga odatiy narsalar boshqa sodir bo'lmayapti. O'zimga munosib oq xalatdagi erkak bilan uchrashish o'rniga yosh bola bilan nimalar qilib Uni yuribman. senga munosib demasdim. U juda asabiy. Men undan yaxshiroqman. Klubda Bas. menga qilganlaringni qilsang, uyga borishga uning jur'ati yetmagan bo'lardi. Jim bo'l. Luka Marini, senga haqiqatni aytishim kerak. Nega kulyapsan? Luka Marini, o'qituvchimga o'xshab ketding. Men aqldan onziribsan, Luchiya. Mariya menga aytib berganda. Nimani? Hamma tanishgan erkaklaringni so'roqqa tutishingni. U shunday dedimi? Ha, biz ana u joyda o'tirgandik.
U senga yana nimalarni aytdi? O'sha kecha sen haddan ortiq ichganingni, chunki boshqa paytlarda muz bo'lagiga o'xshashingni. Shunaqami? Lekin men bilan yerib tushding. Bas qil. Surel meni bu yerda hamma taniydi. Yur menikiga. Oyim uyda emas. Qo'ysangchi. Mariya men haqimda ko'p narsa aytdimi? Ha, lekin u sen bilan ko'rishishimni umuman istamayotgandi. Shunaqami? Men baribir sen bilan ko'rishdim. U senga aynan nimalarni aytdi? Erkaklar mavzusiga nuqta qo'yganingni, jinsiy aloqa seni umuman qiziqtirmasligini va sen bilan yana ko'rishsam qattiq pushaymon bo'lishimni. U shunaqa dedimi? Lekin men unga ishonmadim. Yur, men uyimga boraylik. Yo'q, men xato qilyapman. Kerak qolsangchi. U ishtaligiga ishonching komilmi? Oyi. Yo'q. Oyi. Yo'q, men ketaman, bo'ldi. Yo'q, qo'y bor. Hech qayoqqa ketmaysan, xo'pmi? Ha? Yo'q, ketishim kerak. Oying juda tartibli ekan. Mukkasidan ketgan. Hamma narsani nazorat qiladi, tartibga soladi. Va buni biladi. Sanajonlikni yaxshi ko'radigan odamlar haqida o'zimning nazariyam bor. Qanaqa? Menimcha ular hayotlarini birinchi yarmida juda tartibsiz bo'lishgan. Ol. Keyin bir vaqt ular elektr supurgi bilan qurollanishadi. Va hamma narsani axlatga tashlashadi. Ular ichkaridagi tartibsizlikni ko'rinmasligi uchun tashqaridan yig'ishadi. Kelyapsanmi? Men u bilan 12 yoshimgacha birga uxlaganman. Mana senga nega yetilgan ayollar yoqarkan? Shunda ko'proq birga bo'lamiz, chunki seni kam ko'raman. Bir marta kichkinaligimda eshikni ochsam, santexnik turibdi va "Uyingizda erkak bormi?" dedi. Ortimdan oyim chiqdi, "Bo'yda erkak bitta va u menman" dedi. Tushunyapsanmi? Ha, hech qanday nuqsonlarsiz, kamchiliklarsiz katta bo'lganing bilan tabriklayman. Juda ham ajoyibsan, yura qol. Bu yerga oyim kirmaydi. Oxirgi marotaba kirmoqchi bo'lganda eshikni oyog'im bilan tepib sindirganman. Ha, endi boshqa unday qilmaydi. Ey xudo, bu yerda aniq bomba portlagan. Bu otang. Ha, Ko'rinishi chakki emas. senga aytdim, undan yaxshiroqman. Yaponcha kurash bilan shug'ullanasanmi? Koreyscha, taekwondo, qizil bel bog'man. Hamma usullarni bilaman. Lekin o'zimni boshqarishni o'rganishim kerak. Nima qilyapsan? Mendan qo'rqyapsanmi? Yo'q, lekin quloq sol. Senga tushuntirsam yaxshiroq bo'lardi. Men sen o'ylagan ayol emasman. Bilaman, sen qat'iyatli erkak qidiryapsan. Yo'q. Lekin o'sha kecha menga teginganingda, bo'la qol buni yana bir marta qilaylik. Yo'q, quloq sol. Quloq sol. Balki gaplashib o'tirarmiz, a? Mendan katta bo'lganing uchun uyalyapsan. Yo'q, nimalar deyapsan? 20 yil unchalik katta farq emas. Xuddi o'sha tundagidek meni erkala. Badanimga teginib ko'r. Balkim xonangni yig'ishtirib berarman. Bu meni qo'limdan keladi. Luchiya, uyalishing kerak emas. Yo'q. Yo'q. Xo'sh, buni oldin ham qilganmiz. Aha, shunaqa. Lekin buni qaytara olamanmi, yo'qmi, bilmayman. Jinursim, bu qanday yechiladi? Ikkinchi ilmoq. Sen uni ko'rdingmi? Sen uyingni oldida kutib turgan ekan. Ko'chada baqirishni boshladi. Nima qilishim kerak edi? U juda ehtirosli ekan. Qaysi ma'noda? Nimalar qildinglar? Hech narsa. Uni oilasi haqida so'radim, gaplashdik. U tinchlandi. Va hammasi nima bilan tugadi? Hech narsa dedim-ku, biz xayrlashdik. Yoshimizni farqi 20 yil ekan. Adashib bir marta yotoqda sevishganlar orasida nima ham bo'lishi mumkin? Nima deysan? Kechir dugonajon. U buni men bilan qilganini eslatib qo'ymoqchiman. Albatta, sen bilan kechirasan, to'ppa-to'g'ri. Lekin tan olishim kerak, u shiringina ekan.
Shunday bo'lsa ham hammasi joyida. Men unga ish yuzasidan ketyapman dedim, lekin gastrolga demadim, chunki bizda qo'shiqchi sensan. Ustimdan kulyapsan-a? Qulog'ing yaxshi eshitmasdi-ku. Aytgancha, u menga nima deganini bilasanmi? Agar sen kunduzi ham uchrashgan tuningizdek g'oyalarga boy bo'lganingda qo'rqib qochib ketgan bo'lishini aytdi. Lekin tan olishim kerak, u shiringina ekan. U senga shunday dedimi? Ha, aynan shunaqa dedi. Voy, kechirasan, aloqa yomonlashdi. Seni eshitmayapman. Men seni yaxshi Seni eshityapman. eshitmayapman. Allo. Eshitilyaptimi? Allo. 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 Kelgan. Jahldor onajoningmi? Ha, uni fikricha men erkaklar bilan faqat jinsiy aloqa qila olaman. Nimaga? Erkaklar bilan faqat shuning uchun tanishasanmi? Bir xillarida. Qoyil. Omading bor ekan. Lekin bemalol erkaklarning oldida turishim va ularga umuman qo'limni tekkizmasligim mumkin. Bu qiyin emas. Tushuntirmasang ham bo'ladi. Bu qiyin emas, tushuntirmasang ham bo'ladi. Seni rejalar haqidagi nazariyang haqida o'ylab ko'rdim. Sen men hayotimda qilgan ahmoqliklarni 3 ta so'z bilan izohlay olgan yagona odamsan. Qanaqa ahmoqliklar? Hoy. Kechirasiz. Kechiring. Nima deysan? Ketamizmi bu yerdan? Men ham sendan shuni so'ramoqchi edim, faqat xafa qilishdan cho'chib turdim. Bu musiqa menga unchalik Ey xudoyim, men ham Nima shu bo'ldi? musiqada kuylayman-u, lekin o'rganmagan odam uchun bu eng yaxshi hordiq emas. Musiqa. Kechiring. Ma'zur tutasiz. Bilasanmi nima? O'ylashimcha ketdik. Nimani o'ylayapsan? Ketdikmi? Xudoyim sekinroq. Ko'rishguncha bezovta qilganim uchun uzr. Ajoyib musiqa. Ko'rishguncha kechirasiz. Mana chiqish bu yoqqa. Ey xudoyim. Madonna. Yaramas. Kim u? Erim. Meni sobiq erim. Shumi? Ha, o'sha. Aslida u menga hech qachon yoqmagan. Va shuning uchun turmushga chiqqansan. Bilasanmi, bu biz tuzadigan rejalardan biri edi. U saksofonda juda mahorat bilan musiqa chaladi. Ayollar xushlarini yo'qotishardi va men ham nima desa bo'larkin, uni qarmog'iga ilinganman. Qachonlardir seni yoshingda bo'lganimda men ham faqat yigitlar haqida xayol qilardim. To'g'ri-da. Lekin meni yengil tabiat deb hisoblashardi. Seningcha erkaklar menday ayollardan qochishadimi? Balki ular hayiqishardi. Rostini aytsam, bir xillarda biroz haddimdan oshardim. Bir vaqtning o'zida 2 yoki 3 ta erkak bilan uchrashardim. Kimni tanlashni bilmasdan. Aslida meni ko'p muhokama qilaverishganidan jiddiy bo'lishga ahd qilganman. Biroz bosilish uchun o'zimga umuman to'g'ri kelmaydigan odamga turmushga chiqqanman. Saksofonchiga. Nima? Aha, unga. Keyin 2 farzandimiz dunyoga keldi. Sen ham Luchiyadek 2 bolang bormi? Kechirasan? Ha, hamma oilalarning 2 tadan bolasi bor. Hammada 2 ta bola. Ana undan keyin bo'lak hayotimni barbod qilishni boshladim va shu tariqa hayotimni qaysidir bo'lagi parchalanib ketdi. Men seni rejalar tuzmasingdan oldin uchratishim kerak edi. Unda sen o'zing rejada yo'q eding. Menga sen bilan gaplashish juda ham yoqadi. Ha, suhbatlashish bu juda muhim. Sen bilan ko'p narsani tushunaman. Men ham. Iltimos qilaman, qo'lingni ol. Yaxshi. Rahmat. Kechir. Hech qisi yo'q. Ketdikmi? Yana ko'rishamizmi? Yaxshisi yo'q. Faqat shunchaki gaplashish uchun. Shunchaki gaplashamiz.
yoqyaptimi? Bo'ynimda artrozim bor. Bo'ldi, to'xta. Bunga chidolmayman, to'xta. Qo'l tormozi biqinimga botyapti. Menga noqulay bo'lyapti. Bunday bo'lmaydi, to'xtab tur. Menga noqulay bo'lyapti, to'xta. To'xta deyapman senga. Menga noqulay bo'lyapti. Senga gapiryapman. Chordoqqa chiqamizmi? Chordoqqa? Yo'q, yo'q. Yo'q, sabr qil. Uni ustiga juda kech bo'lib qoldi. Nechi bo'ldi? Jun ursin, yarim tun-ku. Ketishim kerak. Bo'pti, xayr. Kuzatib qo'yishimni xohlaysanmi? Velosipeddami? Ertaga lotin tilda nazorat ishim bor. Qaytaraverish shart emas. Bo'ldi, bora qol. Xayr, Xayr. bo'pti. Demak, dadang shifokor va yolg'iz o'zi yashaydi. Bu haqda nima deb o'ylashimni bilmoqchimisan? Ha, chunki unday insonlar hozir kamnamo bo'lib ketgan. Uni hayotingdan chiqarib tashlama. Kichkinaligimdan esimda shunday qolgan. U ishdan juda kech qaytardi, biz usiz ovqatlanardik. Qaytganda oyim televizor qarshisida o'tirib, ovqat stol ustida turganiga inshora qilardi. Otam yana xonamga faqat salomlash uchun kirardi. Va har gal narigi xonada onamning ovozi eshitilardi. Bolani uxlashga qo'ying, ertaga maktabga boradi. Ey xudoyim, men ham bolalarim bilan xuddi shunday qilaman. Nega katta bo'lgach hammamiz mijg'ov bo'lib qolar ekanmiz, hamma? Oyimga hech qachon bir og'iz ham gapira olmasdi. Bilasanmi nega? Chunki hamma narsani o'zi eplardi. Otamdan ko'proq pul topardi. Undan aqlliroq edi. Unga yerni nima keragi bor edi? Lekin menga ota kerak edi. Endi esa yolg'izligi arz qilaveradi. Sen qayerdan bilasan? Balki uyda kam bo'lgandir, hamma vaqtini ishga ajratgandir, balki enaga bilan xiyonat qilgandir. Qanaqa enaga bilan? Mariya. Oldidagi kim? Kim ular? Menimcha o'g'lini do'sti bo'lsa kerak. Nima deyapsan? Uni katta o'g'li 8 yoshda. Bilmasam, shunchaki fannatlarimdir, muxlislarim. Bilasanmi, bu konsertlar bilan Jiyan. albatta jiyani ko'rinib turibdi-ku. Bo'pti, uni jiyan deb ataymiz. Seni qo'shiq aytayotganingni ko'rishgan bo'lsa kerak. Bo'lishi mumkin. Salomlashib qo'y. Xafa bo'lib qolishdi. Ha, xafa bo'lishdi. Ularga qaramanglar. Bo'ldi. Salom. Bizga bo'lsa yo'llayapti. Aqldan ozibdi. Qahva, rahmat. Endi sen haqingda bilmoqchiman. Men haqimda? Qanaqasiga shu paytgacha birorta ham o'zingning diskingni chiqarmagansan? Jazda improvizatsiya qilinadi. Shunaqa. Keyingi konsertingda birinchi qatorda o'tiraman. Men ko'pincha shahardan tashqarida kuylayman. bu yerda bolalar bor, bo'ldi. Buni nima farqi bor? Boshimizga koptok tegdi. Koptogimni uzatib boring. Mana u. Hozir. Oshir. Nima qilyapti? Bolalar bilan koptok o'ynayaptimi? Tavba. Charles Bukowski, muhabbat bu ajal. Salom. Salom. Kechikkanim uchun uzr. Qalay o'tdi? Nima?
Gastrollar? Qoyilmaqom. Nima o'qiyapsan? Buni bir do'stim sovg'a qildi. Xo'sh, qanaqa do'st ekan? Gaplashishni yaxshi ko'radigan bir do'stim. Zo'r. Ha. Lekin menimcha u bilan boshqa uchrashmaganim yaxshi. Nega? Nihoyat shunchaki gaplashadigan odam topibsan. Munosabatlarimiz oxir-oqibat yotoqqa taqalsa-chi? Shunaqami? Uni taniymanmi? Yo'q, u ishxonadan, hamkasbim. Tushunarli. Xayrli kun. Bugun lazzatli nimangiz bor? Yaxshisi, menyuni olib kela qolay. Minnatdorman. Marhamat. Sen haq bo'lib chiqding. Hayotimda juda ko'p erkaklarni uchratdim, lekin kimman va nima xohlashimni hali ham bilmayman. Jinsiy aloqa ko'p narsani hal qilmas ekan. Lekin qandaydir taassurot qoldiradi. Senga nima bo'ldi? Men bittasi bilan uchrashyapman. Yo'q. U bilan tanishishim bilan birga bo'ldim. Seni? Biz faqat shu bilan shug'ullanyapmiz. Zo'r bo'pti. Kelishing bilan sezgandim o'zi. Lekin buni to'xtatishim kerak. Nimaga? Chunki buni keragi yo'q. Aksincha, senga aynan shu kerak. Yo'q, bu g'alati. Bu qanaqadir Quloq sol, Luchiya. Sen go'zalsan, ochilib ketgansan, sen kulyapsan, xotirjamsan. Uni kimligini bilmayman-u, lekin uni qo'ldan chiqarma, chunki u senga yaxshi ta'sir qildi. Ana shunaqa. Shunaqami? Menga juda ham yoqasan, Luchiya. Bilsam, ancha o'yinqaroq ekansan. Nima? O'zingga ko'p erk beryapsan. Ketib qolaman. Qo'ysang-chi endi. Axir o'zing eringning zo'r bo'lganini, u bilan qancha sho'xliklar qilganini aytib berganding. Nega ajrashgansizlar? Sen bilan bu haqda gaplashishni istamayman. Luka, uydamisan? Jinnusin, u nega keldi? Luka, Bu vaqtda uyda nima qilyapti? Luka. Bu vaqtda bu yerda men nima qilyapman? Uydamisan? Luka, Bu seniki. Luka. Eshikni taqillatsangiz bo'lmaydimi? Kechir, haqsan. Doim shuni unutaman. O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Yo haliyam mazang yo'qmi? Shug'ullanyapman. Yaxshi, unda xalaqit bermayman. Bilasanmi, Tanya qiziga nazorat ishlari bilan yaxshilab shug'ullanganlarga komissiyadagilar yordam berishlarini aytishdi. Seni nazorat ishlaring yaxshimi? Ey Xudoyim. Ovqatlanganini qorasanmi, Luka? Yo'q. Unda Matilda bilan ovqatlangani borasanmi? Yo'q. U bilan uchrashgansizlarmi? Yo'q. Juda yaxshi qiz edi. U senga yaxshi ta'sir qilayotganida juda ham muloyim bo'lib qolganding. Mayli. Oyingni gapini eshitdingmi? U senga yaxshi ta'sir qilgan ekan. Oyingni hamma gaplari to'g'ri. Yo'q. Biz bu ishlarni yig'ishtirishimiz kerak. Shu paytlarda uni o'ldirib qo'ygim keladi. Haddingdan oshma, iltimos. Salom, oyi. Yaxshimisan? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Ishxonada nima yangilik? Nega buni so'rayapsan? Mulozamatli bo'lib qopsan. Bilmasam, shunchaki. Hayotimda yangi burilish sodir bo'ldi. Men kuylayapman. Qanaqasiga kuylayapsan? Kuylayapman. Aytgancha, bu unchalik qiyin emas. Seni yoshingda-ya. To'g'rirog'i bizni demoqchi edim. Oldinroq iloji yo'q edi, chunki ovoz pardalari o'zgarib turadi. Itlar kabi to'kiladimi? Albatta, ular tayyor emas. O'zingni haqiqiy ovozingni topish uchun vaqt kerak. Haligi yigitchi. Meni haqiqiy mahoratimni o'sha yigit ochdi. Havaskor qo'shiqchilar klubida. U meni vokal bo'yicha o'qituvchim. Shu yoshida-ya. Yo'q, aslida uni yoshi katta. Odatda vokalchilar tabiatan juda yosh ko'rinishadi. Sizlar haligi Hazillashyapsanmi? Yo'q, biz u bilan shug'ullanyapmiz. Vokalizlar, arpejio, treli, u diafragmamga va o'pka yo'limga mashq qildiradi. Nafas olish, chiqarish, olish, chiqarish, nafas olish, chiqarish, nafas olish, chiqarish. Men ham sinab ko'rmoqchiman. Kuylashni? Sinab ko'r.
Ko'rdingmi? Buni qayerga tashlay? Sen axlatni o'sha yerga tashlaysanmi? Shunday yaxshi. Shu yaxshimi? Salom. Salom. Vaqtimga sen muzdan yasalgansan. Uxlayapsanmi? Ikki jism bir-biriga kuch bilan intilmoqda. Xuddi ikki jism massalari proporsional joylashgandek. Yana qayta proporsionaldek. Shunaqa. Nima qilyapsan? Masofani saqla. Minnatdorman. Masofa, rahmat. Butun olam tortishish. Luka. Yo, bas qil, to'xta. Men hozirgina kiyindim. Ey xudoyim. Hozir meni oyim ko'rganida bormi? Oying? Ha, hammani oyisi bo'ladi. Bilasanmi nimaga Matilda seni tashlab ketgan? Chunki boshqasini yoqtirib qolgan. Yo'q, chunki sen uni boshqarishni bilmagansan. Qaysi ma'noda? Unga gapirib olishga imkon berishing kerak, lekin jim bo'lishga majbur ham qilishing kerak. Uni tushunishing, hissiyotlarini anglashing, lekin xohlaganingda uni ushlab, bor sharoitda birga bo'lishing ham kerak. Ko'ksingga urib baqirasan: "Men Tarzan, sen Jeyn. Men Tarzan, sen Jeyn. Men Tarzan, sen Jeyn." Men bilan emas, u bilan keyin xohlagan ishingizni qilaverasiz. Shunda har kecha hozirgi paytdan tosh davriga sayohat qila olasan. Ikki narsani unutma. Qo'shilayotganingizda bo'ynidan stetoskopni olib tashla va unga qancha xohlasa gapirishga qo'yib ber. Tushundingmi? O'zing haqingda aytib ber. Yoshligingda qanaqa bo'lgansan? Bilmasam. O'zimga ishonmagan bo'lganman. O'zimni juda xunuk deb hisoblardim. Onam menga juda qattiqqo'llik bilan qaraganlar. Oynaga ko'p qaramasdim, sochimni yoyish mumkin emas edi. Chunki bu yigitlarning e'tiborini tortardi. Balog'at yoshiga yetayotganimda uni sezdirmasligim kerak edi. Yelkamni ocha olmasdim, chunki bu provokatsiya hisoblanardi. Bir marotaba oyim bilan dadam ikkalovlarni choyshablarni yuvayotganimizda dadangdan badbo'y hid keladi. Bu erkaklarning hidi, hidlab eslab qol va ulardan nariroq yur deganlar. Tasavvur qilyapsanmi? Nima qilding? Keshnimi? Yo'q. Yomon ketdi. Oyim to'g'ri aytgan ekan. Demak, eringni enaga bilan tutib olgan ekansan. Ha, u qiz hatto chiroyli ham emasdi. O'zing unga xiyonat qilmaganmisan? Yoshligingda shunaqa o'yinlar bilan o'ynash yoqqanini aytganding. Yoshligimda, oilali bo'lganimda yo'q. Men oila qurganimda o'zim bilan kelishib olganman. Qat'iyatli bo'ldim, ko'p ishlardim, uyga kech qaytardim. Erimga har doim enaga bugun uyda qolsin, senga yordamlashadi derdim. Rostdan yordam beribdi. Rostdan yordam bergan. Ularni birga yotog'imda ko'rganimda, bu o'zimni xatoim ekanini tushunganman. Seni xatoing? Meni xatoim. Menda har doim xato bo'lgan deb hisoblayman.
birinchi ering bilan qachon ajrashgansan? U yaramas odam bo'lgan. Gapirib ber. Istamayman. Nimaga? Farzandimdan ayrilganimda Bu qanday bo'lgan? bu haqida eslashni yomon ko'raman. Meni bilgim kelyapti. Ishim yuzasidan bir joyda uzoq bo'lmasdim. Shaharlar, mehmonxonalar, u bilan oqshomni birga o'tkazardik. Biz erkin edik va bu ikkimizga ham yoqardi. Keyin men homilador bo'ldim. Ilgari hech ham bunaqa baxtni his qilmaganman. Qornim kattalasha boshladi. Bola qimirlashini sezardim. U tug'ildi. Juda chiroyli, sog'lom. Tug'ruqni ertasi kuni u qo'lida gullar bilan keldi. Lekin bolaga qayrilib ham qaramadi. Bir haftadan so'ng gastrolga jo'nab ketdi. Bolamni emizayotganimdagi hissiyotlarni unuta olmayman. Va erim bizga qanday qaraganini. Xohishsiz, istamagandek. Bir kuni bolani kravatidan olgani bordim. U juda beozor edi. Hech ham yig'lamasdi. Lekin u sovib qolgandi. O'ldimi? Ha. Hayotda shunday ham bo'lar ekan. Doktorlar sababini topisha olmadi. Ismi nima edi? Ering hayvon ekan. Men seni tashlab ketmagan bo'lardim. Chunki o'zing hali bolasan. Bu bilan nima demoqchisan? Hamma erkaklar bir go'r demoqchimisan? Men unaqa emasman. Chunki hali juda yoshsan. Ha, u buyuk musiqachi bo'lgan, lekin o'ta ketgan pastkash va yaramas. Musiqachi? Ha. U saksofon chalardi. Xayr, erkak. Demak, haligi oyog'i orasiga sapsakon tiqib olgan odam ering bo'lgan. Ha, senga aytgandim-ku. Nimaga edi? Senga nima bo'ldi? Hech narsa. Seningcha hamma erkaklar unga o'xshagan pastkashmi? Ha, hammasi emas, ammo o'sha boshqalar qani? A? Qayerga berkinishgan? Hoy, chiqinglar. Nima jinni bo'ldingmi? Ha, aniq jinni bo'lgansan. Biron nima kuylab ber. Lekin uyalaman. Uyalasan? Nimadan uyalasan? Axir qo'shiqchisan-ku. Ha, lekin avval tayyorlanishim, ovoz sozlashim kerak. Ovoz sozlash nimaligini bilasanmi? Qanaqa ovoz sozlash? Kuyla. Lekin yotib emas. Kuyla. Faqat bo'g'ma. Kuyla. Mana, faqat naqorati. Hozir kuylayman. Men sen bilan faqat sevishishni istayman. Sevishishni istayman. Sevaman. Faqat sevishishni istayman. Nima qilyapsan? Kerakmas. Nima qilyapsan? Kerakmas. Yo'q, yotmas. Men yaxshi. Turib qolishni istaysanmi? Yo'q, turibmas. Turibmas. Kiyimingni yech. Kel o'zimga. Ey Xudoyim. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. All you want to do is
your purse. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do. Keep me making love to you, love to you. Bu shunchaki mashg'ulot, sen bor kuching bilan urmasliging kerak, tushunarlimi? Agar o'zingni boshqara olmasang, boshqa sport turini tanla, keyingi musobaqalardan chetlatilding. Tushundingmi? Davom etamiz. Nima, meni kuzatib yuribsanmi? Shunchaki senga bir gap aytmoqchi edim. Xo'sh, gapir. Sen bitta qarorga kela olmayotgan eding. Bu meni g'ashimga tegardi. Shunga bu ishlar menga kerakmi, yo'qmi deb o'ylab qoldim. Yaxshi, bu haqda soliq inspektoriga aytib ber. U bilan nimaga uchrashayotganimni ham bilmayman. Sen bilan nega ajrashganimni ham. Nimagaligini men aytaman, Mansilda. Chunki sen o'zing nima xohlashingni yaxshi bilasan, lekin shunga qaramay oldingda qat'iyatli va ishonchli erkak bo'lishni xohlaysan. Seni qayerga olib borishni o'zim bilaman. Ertaga nima qilishni ham o'zim hal qilaman. Xavotir olma, qo'rqyapsanmi? Menga suyanishing mumkin. O'zingga ishonching qani? Meni qo'rqitish uchun, xarob qilish uchun u senga juda kerak bo'ladi. Mana nimaga meni tashlab ketding? Luka, birontasini topdingmi? Yo'q. Ikkitasi bilan. Ketishim kerak. Bolalarmi? Albatta. Ey xudoyim. Shoshilishim kerak. Repetitsiyagami? Ha. Birga bo'lsak qanday yaxshi. Balki birga yasharmiz. Jinni bo'ldingmi? Biz ko'rishishni ham bas qilishimiz kerak. Bu shunchaki gap. Yo'q. Yo'q. Bu nosog'lom munosabatlar. Sen o'zingga munosib qiz topishing kerak. Lekin u qizlar ko'p narsani bilishmaydi. Ey xudoyim, har gal bolalardan atigi 10 yoshga kattaligini o'ylasam, ya'ni bolalarimdan. Bolalarga nima deyman? Ularga nima deyishni bilasanmi? Rostini. Munosib erkaklar bo'lmagani uchun yosh yigit bilan uchrashayotganingizni. Ha, kiraver. Qo'limni kesib oldim. Ay. Salom. Salom. Yomon emas. Xizmatkor yolladingmi? Yo'q, hamma joyni o'zim yig'dim. Shirinliklar. Ishlar qalay?
Yaxshi. Bu yerga qo'yaman. Nimadir pishirdingmi? Ha, duxovkada pasta. Birga suhbatlashib o'tiramiz. Ha, Bu kofta senga yarashibdi. rahmat. Gastrol qilayotdi. Yaxshi. Bolalar yaxshimi? Yaxshi, ularda hammasi yaxshi. Shunaqa desa ham bo'ladi. Quloq sol, Mariya. Senga bir narsani aytib berishim kerak. Nimani? Haligi yigit, erkak, haligi odam bor edi-yu. Hali ham uchrashyapsizlarmi? Ha, umuman olganda Rostdan ha. hammasi jiddiylashganini tushundim. Shuning uchun yo'q bo'lib ketganding-a? Shuning uchun shunaqa bo'psan. Yangi kofta, mushukcha. Ha, Ajoyib, juda xursandman. Anchadan beri seni bunday ko'rmagandim. Ko'rinishing juda zo'r. Ko'zlaring ham chaqnayapti. O'zing ham tetiklashgansan. Men esa doimgidek hammasini barbod qildim. nimaga? Haligi yigitni eslaysanmi? Haligi odamni munozaralar o'tkazishga harakat qilayotgandim-u, Ha, gaplashishga. Lekin oxiri u bilan birga bo'ldingmi? oxir oqibat ha. Tushunarli, lekin o'z vaqtida bo'lsa bu odatiy hol. Yo'q, Luchiya, bu noodatiy hol. Bu oddiy hol emas. Oilasi bormi? Kechir. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu haqida o'ylashga majbur qilma. Nimaga? U qanaqa o'zi? Muammo uni qanaqaligida emas, kimligida. Voy xudoyim, Xayrli oqshom. qayoqqa? Senga kelmagin deb aytgandim-ku. Ha, bolalar tufayli. Oho, dugonalarda kechlik vaqt ekanda. Ajoyib. Bu kimniki? Voy iflos. Xo'sh, bu haqda menga qachon aytmoqchi eding? O'zing iflosmasmisan? Men nima qildim? Senga gapirib bermoqchi edim, harakat qildim. Sen doim o'zingni tarbiyali tutib, men esa fohishalardek his qilishga majbur qilarding. Bu gal esa senga quloq solgandim. Xo'sh, sen nima qilding? Yigitcha bilan yotib yurding. Meni yigitcham bilan. Shunaqami? O'zi bu yigitchani kim uyga yetaklab keldi? Chunki boshqa hech kim qolmagan edi. Hamma bilan yotib bo'lgansan. Luchiya, boshqalarni muhokama qilish uchun o'zini qanaqa tutishni, balki men yengil tabiatlidirman. Ha, men fohishaman, lekin to'g'ri, men yashashni to'g'ri. bilaman. Sen esa hissizsan. Shuning uchun hech kim emassan, chunki sen xato qilmaysan. Hozir xato qildim va nihoyat men ham xato qildim. Sen meni doim kekkagan, sovuqqonsan derding. Endi men eridim. Boshqa tarafdan ilgari ham shunday qilganding. Menga axloqdan dars o'tib, meni erkagimni o'zingniki qilgansan. Qachon shunaqa qilganman? Uyingdan ketib, menikiga yashagani kelganingda. Sen aqldan Serjant ozibsan. menga unga ko'z olaytirganingni aytgandi. Sen buni sezmaganding. Umuman aqlingni yeb qo'yibsan. Sen haligi enaga bilan qochib ketgan landovri ering bilan hech qachon birga bo'lmagan bo'lardim. U haqiqiy galvars. Haligi hayvonchi. Ana bu hayvon esingdami? Uni o'zing tanlaganding. U saksofonni xuddi daholardek chaladi. Uni sevaman. U ham meni sevadi. G'irt bumog'ir gap. Oldingdagi odamni kimligini hech qachon tushuna olmagansan. Hammasi galvarslar edi. Ha, to'g'ri. Sen esa kim bilan bo'lishini doim tushungansan, shunaqami? O'ta malakali shifokor, hurmatli yoshga yetgan erkak, u esa yigitcha bo'lib chiqdi. Lekin uni o'rnida xohlagan boshqasi bilan bu ishlarni to'qishing mumkin edi, Mariya. Chunki sen uchun boshida hamma erkaklar nuqsonsiz, keyin esa ahmoqona sharoitga tushasan. Yig'lab menga qo'ng'iroq qilasan va yana hammasi boshidan boshlanadi. Jonimga tegdi, Mariya. Jonimga tegdi. Tinchlan. Bir-biringizga ayta olmagan gaplaringizni aytib olganingizdan xursandman. Sen aralashmasliging kerak. Sen shunchaki hayotimizni og'ir kunlarida oramizda qolgan bolakaysan. Payqadingmi? Nimani? Bu abla hammasini bilgan.
Hammasini o'zim tushundim. Ikkingiz ham musiqachiga turmushga chiqqansiz. Sizlar bir-biringizga hech narsani aytmagansiz, yaxshi dugonalar ekansiz. Umuman olganda mendan minnatdor bo'lishingiz kerak. Mengacha ikkingizga bitta erkak bo'lmagan. O'ziga tilab olyapti. Sen o'zingning kuchli ko'rsatasanlikchi, lekin sen ham xuddi u kabi yolg'izsan. Eshit, Luka. Nega endi men buni bir bolakay bilan muhokama qilishim kerak? Meni bolakay deb atashni bas qil. Hoy, o'zingni bos, tinchlan, nariroqqa o't, joyingga bor. Tushunaman, bizlarni ikki aqldan ozganlar deb o'ylagan bo'lishing mumkin. Aslida u haq. Ammo sen bizni hayotimizni juda nozik va qiyin paytlarda uchratding. Aks holda ishon, biz hech qachon bolakay bilan yotmagan bo'lardik. Ikkingiz ham jim bo'ling. Nima, tildan qoldingizmi? Meni boshqa bolakay deb chaqirmang. Joningizni og'ritishim mumkin. 14 yoshimdan beri taxtalarni burdalab o'rganganman. Birgina zarba va siz tamomsiz. Gapirishni bas qiling. Mana nimani xohlaysizlar? Sizlarga otamdek yoki boshqa erkaklardek emasligimni isbotlashga harakat qildim. Ammo foydasi yo'q. Gapiraverasiz, muhokama qilasiz, lekin hech narsani bilmaysiz. Nega doim la'nati rejalaringiz bilan jonimizga tegasiz? Sizlarga mana shunday kuch bilan muomala qilish kerak. Xuddi otam kabi. Sen hali kichkinasan, hech narsani bilmaysan. Xo'sh, o'zingiz nimani bilasiz? Sen bilan bir kun shunaqa bo'lishini bilardim. O'zing ham u bilan birga bo'lding-ku. Bolalar qachon qaytishadi? Ertaga. U shunaqa muloyim, shiringina bola edi. Shunaqa muloyim, shiringina bola tongda butun oilasini chopib tashlagani haqida o'qigan edim. Nimaning gaplashyapsizlar? Pichirlashni bas qiling. Hech narsa. Ishonaver, hech narsa. Keyin esa yig'lashni boshlaysiz. Qo'rqyapman. Qanaqangi baxtsizman, yonimda hech kim yo'q. Men aybim nima xato qildim? Men haqimda hech narsani tushunmaganingdan afsusdaman. Meni xuddi bolang kabi nazorat qilmoqchi bo'lyapsan. Keyin esa kuchli bo'lishimni istaysan. Sen bilan yotishimni istaysan. Keyin buni qilmasligimni, gapirishimni, jim bo'lishimni, kun bo'yi ishlashni xohlaysan-ku, keyin uyda nima bo'layotganini bilging keladi. Jinursin. Voy. Oyog'i lat edi. To'xta. Balki bu taekvondodagi baqirishdir. Bu unga kuch berar va o'rnidan turadi. Oyog'im. Biror nima qilsangizchi. Qarish kerak. Qayer og'riyapti? Bu yerimi? Yoki bu yerimi? Aytsangchi, qayer og'riyapti? O'sha. Bu yeri. Qani, to'xtab tur. Sekinroq. Biroz chida. Biroz chida. Bechoragina. Qara, ish boshlanibdi. Ko'ryapsanmi? Shunday ushlayman, to'g'ri qilyapmanmi? Qani, bor tezroq muz olib kel. Bo'la qol. Ha, muz. Qani, tura qol. Oyog'ingni ko'tarib o'tirishing kerak. Og'riyapti. Albatta og'riydi. Chindan ham o'zingni boshqarishni o'rganishing kerak. To'xta, sekin Luka. Seningcha mana shunaqa ko'rsatiladimi? Taxtalarni sindirib yaponcha baqirish bilanmi? Koreyscha. Ha, o'shanaqa. Mana shunday. Mana. Nima, unga no'xat qo'ydingmi? Menda muz yo'q. Senda hech narsa bo'lmagan. Xo'sh, nima qilishim kerak? Mana. Ich, barakalla. Shunga qaramay, senda ham ajoyib reja bor, azizim Luka. Bechoragina, uni tinch qo'y. Qanaqa qiynalayotganini ko'rmayapsanmi? Bu bilan nima demoqchisan? O'zingcha hamma stetoskopli, qobiliyatli, nima istashini biladigan qizlarni hammasiga ko'rsatib qo'ymoqchimisan? Va bizga o'xshagan, yetilgan, yolg'iz va afsuslarga boy, otangga o'xshagan erkaklarni haydab yuborgan ayollarga ham. Luka, tezroq katta bo'lishing kerak. Lekin u endi 19 yoshda.
Hozir umuman kech katta bo'lishyapti. 10 yilga kechga qolishyapti. Bunday dema, bo'lmasa u bizdan 30 yilga kichkina bo'lib chiqadi. Yetar. Unga nima berding? Og'riq kamaytiruvchi tomchi bolalarga berardim. Necha tomchi topmisding? Idishda borini. U erkak kishi-ku. Bo'lmasa tinchlanmasdi. Oh, Menga narkotik berdinglarmi? Bugun meni tug'ilgan kunim. tabriklayman. Tabriklayman. Buni nishonlash kerak. Albatta, 20 yosh. 20 bu jiddiy yosh. Menimcha yoshim ancha katta. Albatta yoshing katta, chunki sen malakalisan va men uchratgan erkaklardan aqlliroqsan. Bilasanmi, seni uchratgan o'sha oqshomni yaxshi eslayman. Sen ham xuddi biz kabi yolg'izsan. Ey xudo, Mariya. Jim bo'l, Luchiya, gaplashishga qo'y. Yo'q. Bunday bo'lmaydi. Nimaga? Bu mumkin emas. Umuman yomon fikr emas. Yo'q. Kechir. Tura qol, Luka, maktabga kech qolasan. Lekin bugun dam olish kuni. Unda bugun shug'ullanish kerak, imtihonlar bor. Bu kechda yana ham malakali bo'lasan, faqat oshirib yuborma. Biz hozir har doimgidek kapuchino ichgani boramiz. Biz buni 20, xullas buni sen tug'ilmasingdan boshlaganmiz. Va biz bilan hech qachon sodir bo'lmaydigan narsalar haqida suhbatlashamiz. Sizlar bilan boraman. Yo'q. Endi bolalar kimnikiligini bilsam bo'ladimi? Umumiy xuddi uy kabi. Buni hech qachon bilolmaysan, Luka. Va yana bir narsani bilishing kerak. Har doim ikkitasini bittada olasan. Xudoyi. Luka. Matilda? Gaplashib olsak bo'ladimi? Ha, albatta. Bu yerda nima qilyapsan? Bu sevgan qizim. Bu o'sha sen aytgan ikkitasimi? Yo'q, bu Biz bu xolasimiz. Ha. Juda xursandman. Men Luchiyaman. Bu esa Mariya xolasi. Xursandman. Sen menimcha Haligi bo'ynida stetoskopli. Shunchaki jiyanimiz sen haqingda ko'p aytib bergan edi. Matilda, kechirasizlar, xonimlar. Men shunchaki o'ylabmanki, men o'ylabmanki, juda ahmoqona narsani o'yladim. Kechirasizlar. Yaxshi.
Yuzimizga qarab kulyaptimi? O'zini kim deb o'ylayapti? Juda ahmoqona narsani o'ylaganmish. O'zing buni qanday atagan bo'larding? Shoshmay tur. U gapirishiga qo'yib beryapti. Ko'proq. Unga buni men o'rgatgandim. Ko'rdingmi? Buni esa mendan o'rgangan. Sen faqat tayyordan foydalanding. Ha, mayli-da. Shunisi yaxshi. Nima buyuramiz? Andridan burrata. Bilasanmi nima alam qilyapti? Yo'q. Barcha harakatlarimizning natijasi 20 yoshli qizga nasib qildi. Bu odatiy holat. Mana bundoq ko'kragi bilan. Bas qil. Krevetkali salat. Albatta 20 yildan keyin u katta odam bo'ladi. Bu haqida o'ylama. Rostdanam. Mazali. Go'sht yemaymiz, og'irlashtiradi. Xo'sh. Qizing qani? Xolalarni afzal ko'raman. Bizni yoshimizdagi qizlar bilan ko'rishish sen uchun yaxshi emas. Aksincha, bu senga juda Bu foydali. ikkingiz uchun ham foydali. O'zaro qizlar o'rtasida. Rollarda Paolo Cortellesi, Michela Ramazzotti, Edoardo Valterni, shuningdek Eleonora Danko ishtirokida. Onasining ovozi Ludovica Modugno. Rejissyor Cristina Comincini. Prodüserlar Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Kimmins. Katli mahsuloti Rai Cinema bilan hamkorlikda. Ssenariy mualliflari Cristina Comincini, Giulia Calenda, Paolo Cortellesi. Nima qilyapsan? Menga bu juda ham yoqyapti. Jim tur, iltimos. Sen fosh kulyapsan. Meni yuragim juda tez uryapti. Film Ibragimov sinema studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Dublyajda artistlardan Muhammadjon Xo'jayev, Gulruh Pirnazarova, Ruslan Ibragimov, Sanobar Sodiqova ishtirok etishdi.